Bugungi anjuman musulmon ummatining ulug' ayyomi muborak Qurbon hayiti arafasida to'g'ri kelayotganida chuqur ramziy ma'no mujassam. Bizning qadimiy tariximiz, muqaddas dinimiz, madaniy va ma'rifiy ildizlarimiz, azaliy qadriyat va an'analarimiz mushtarak. Turkiy dunyoning integratsiyasi bu xalqlarimiz taqdiriga bevosita daxldor bo'lgan uzoq muddatli strategik masaladir. Biz yangi davrda davlatlarimizning bunyodkorlik qudratini birlashtira olsak, hech shubhasiz Turkiy dunyo ilg'or yechimlar, barqaror taraqqiyot makoniga aylanadi. Ulug' ajdodimiz Ahmad Yassaviy hazratlarining quyidagi satrlari bugungi kunda yanada teranroq namoyon bo'lmoqda. Turkiy elga mehr qildim, birlik yo'lni haq deb bildim.